Muvaffaqiyatli odamlarda qanaqa umumiy jihatlar bor? Nima ularni bu достижениеga olib keldi? O'zi umumiy qanaqadir jihatlar bormi yoki hammada har xil individualniy yo'l, individualniy qanaqadir rejalar bo'ladimi degan savol meni juda ham ko'p vaqtdan beri qiynardi. Kasbim taqozosi bilan 100 ga yaqin dollardagi millioner odamlar bilan suhbat qilishimga to'g'ri kelgan. Ba'zilarida umumiy holat 10 milliondan oshiq, ba'zilarida bo'lsa 100 millionga yaqin darajadagi ishlarni amalga oshiradigan moliyaviy tomondan muvaffaqiyatli tadbirkorlar bilan shaxsan ishlashim, ularni muvaffaqiyat yo'lini o'rganishim natijasida olgan xulosalarim bor. Bu xulosalarni birlashtirib, umumiy 7 tasini aynan shu videoda aytib bermoqchiman. Bu 7 ta qoidaga o'zim amal qilishni boshlagandan keyin biznesimda ham, shaxsiy hayotimda ham, moliyaviy holatimda ham juda ham katta yaxshi o'zgarishlar bo'lganidan keyin buni video qilib, sizlar obunachilarimizga ham bo'lishga qaror qildim. Bizani qo'llab-quvvatlash uchun videoni boshidan like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Agar muvaffaqiyat yo'lida yurayotgan yosh tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham ko'p foydali ma'lumotlar beramiz. 7 ta instrumentimizdan birinchisi bu mehnatsevarlik. Yaxshi oilada tug'ilgan odamlar bilan ham ishladim. Moliyaviy holatda juda ham o'ziga to'q bo'lgan, oilada katta bo'lgan, chet el universitetlarida o'qib, ta'lim olgan odamlar bilan ham ishladim. Ular bilan ham gaplashdim. Qiyinchilikdan chiqqan, o'zi oyoqqa turgan, uydagi holati oldin yaxshi bo'lmagan, lekin hozir juda ham katta natijalarga erishgan odamlar bilan gaplashib ishladim va hammaligisidagi xarakter bitta, deyarli hech qaysi birligisi mehnatdan qochishmasligini, har doim ishi orasida bo'lishligi kerakligini, har doim qanaqadir dvijeniyaga harakat qilishayotganini ko'rdim. Va bundan men xulosa qildimki, qanaqadir natijaga erishish uchun olma-pish og'zimga tushmas yoki kimdandir nimadir kutib o'tirishmas yoki davlatdan qanaqadir imkoniyat kutishmas yoki qaysidir odamlardan nimadir kutib, qachonki o'sha menga nimadir qilib bersa, men zo'r bo'lib ketaman yoki zo'r oilaga kuyov bo'lsam, banda hammasi zo'r bo'lib ketadi degan qanaqadir fikr bo'lishi mumkin va bunaqa narsani kutib, kimdandir nimadir narsani qilib berishni kutib, zo'r bo'lib ketib qolgan odamlarni men ko'rmadim. Juda ham katta ishlarni amalga oshirayotgan, ishlashni to'xtatgan taqdirda ham u yog'iga pulini ishlatib, o'sha ulgurmaydigan odamlarni ko'rganimda ham juda ham ko'p mehnat qilishayotganini ko'rdim, chunki bu odat bo'lib qolgan. Bundan olgan eng birinchi xulosam nima? Mehnatsiz, harakatsiz, o'zimizni qiynamasdan komfort zonamizga tushib olib, har kuni o'rtoqlarimiz bilan o'tirib, choyxonama yurib, PlayStation o'ynab o'tirib yoki qanaqadir ko'ngilochar mashg'ulotlar bilan band bo'lib turib, muvaffaqiyat tomon borib bo'lmas ekan. Baribir har qanaqa natijada bo'lgan odamda ham mehnat va buni natijasi o'laroq qanaqadir yaxshi narsalarni oladigan darajaga chiqishimizni ko'rib keldim. Bunga kichkina misol qilib aytadigan bo'lsam, Ahmad Oltinjo'ja restoranlar tarmog'idagi rahbari Abror aka Ahmedov bilan hamkorlikda ishladik. Va men o'ylagandim, ular endi rahbar ishxonaga borishadi, kelishadi, bo'ldi, shu bilan kunlik o'tishadi, uydagilaridan, otalaridan qolgan biznes o'shani davom ettirib yurg'izib qo'ysa bo'ldi degan menda xayol bor edi. Endi ular bilan ishni boshlayotgan vaqtimda. Lekin men jarayonga kirganimdan keyin ko'zim bilan ko'ryapmanki, ular 14-15 yoshlaridan boshlab dalada mehnat qilishdan boshlangan. Undan keyin Ahmad Oltinjo'jani o'ziga somsaxonaga ishga kirib, u yoqda ishlangan. Undan keyin o'sha ishxonadagi hamma ishlardan o'tib chiqib, hozirgi rahbarlik lavozimiga kelib qo'nishgan va hozir rahbarlik qilishayotgan vaqtlarida ham, hattoki qanchalik bandliklarini va qanchalik ko'p mehnat qilishlarini tasavvur qilishingiz uchun Telegramdan yozsam, qarashga vaqtlari yo'q. Instagramlari menda ochiq, Instagramga kirib o'tirishga vaqtlari yo'q darajada bandlar. Men ularga videolarni tasdiqlatib olishim uchun, Instagramlariga chiqaradigan postlarni ko'rsatib olishim uchun telefon qilib, iltimos qilib, Abror aka, mana shu videomizni tayyor, ko'rib bersangiz chiqarib yuborardim, kamchiliklar bo'lsa ayting deb turib, bitta videomiz chiqquncha 1-2 kunlab kechikib ketadigan holatlarni men ko'zim bilan ko'ryapman. Endi shu bilan birgalikda juda ham ko'p mehnat qilib, hech qanaqa natijaga erishmagan odamlarni ham ko'pini ko'rdim va shunchaki mehnat qilish o'zi yetarlimi deydigan bo'lsa, bunga ikkinchi faktor juda ham mos tushadi. Bu intizom bilan yashash. Ya'ni qaysidir natijaga chiqish uchun mehnat bilan birgalikda intizomni ham odam o'zini xarakteriga qo'shish kerakligini tushundim. Bunga eng oddiy zo'r misol qilib aytadigan odamim bu Jahongir aka Po'latov, Cambridge o'quv markazini egasi. Ular bilan birga ishlash davomida ularning turmush tarzlarini ko'rib, men shunaqangi hayron qolyapman, shunaqangi o'zimga juda ham katta motivatsiya olyapman. Nimaga desangiz, deyarli har kuni yugurishga chiqadilar yoki kamida qanaqadir sport bilan shug'ullanadilar. Bitta yugurishga chiqqanlarida 40 kilometrlab, 42 kilometrlab yuguryaptilar, suzyaptilar, 200 kilometrlab velosipedda uchyaptilar. Nimaga kerak
kerak sizga shuncha narsa, nimaga sizga kerak shunchalik o'zingizni qiynash deydigan bo'lsam, bu mani o'zimdagi intizomni shakllantirishda, komfort zonamdan chiqishimga, umuman hayotimda oldimdan chiqishi mumkin bo'lgan stresslarni aynan hozirgi bosib o'tayotgan yo'limdagi, yugurayotgan masofamdagi, uchayotgan yo'limdagi stresslarni yengish bilan, ya'ni o'sha stresslarni yengish orqali undan boshqa keladigan stresslarni men qabul qilishim osonlashib ketishini ko'zim bilan ko'raman va bu narsa meni intizomimni shakllantirishga, oldimdan qanaqadir qiyinchilik chiqqanda uni bosib o'tishga, keyingi qadamga o'tib ketishimga yordam beradigan instrument sifatida ishlayapti degan insight bilan harakat qilayotganlarini ko'rganimdan keyin o'zimga xulosa qildimki, demak, intizom juda ham muhim. Odam o'zini hayotida qaysidir muvaffaqiyatga erishishga. Intizom nima bo'lishi mumkin? Ertaga sport bilan shug'ullanaman deyildimi? Bo'ldi. O'sha bilan shug'ullanish kerak. Ertaga qaysidir ishni qilaman deyildimi? Bo'ldi, o'shani qilish kerak. 3 kun qilgandan keyin, 5 kun qilgandan keyin, 10 kun qilgandan keyin undan zerikib qolish yoki boshqa sohaga o'tib ketaman, bu ish menga bo'lmadi, men bunisini qilaman yoki men bu narsani bugun o'rganaman, ertaga buni o'rgan. Shoxdan shoxga sakrab yurish, bugun qilayotgan ishni ertaga qilishga motivatsiya bo'lmasligi va shunga o'xshagan holatlarni odam o'zini hayotida yo'qotishga harakat qilishini va intizom bilan harakat qilishini tushunib yetdim. Shaxsan o'zimda mana shu intizom bilan yashashga harakat qilishimga o'zim hayotimdagi misol bilan aytib ketadigan bo'lsam, nima? Men endi o'sha klientlarimga video chiqaraman. Instagramda kontent chiqarishim kerak. Ular bilan do'gurim bor, ular bilan ishlayman. Prioritetni shunaqa darajaga qo'yganmanki, bu odatda intizomni buzilmasligi uchun har kuni o'sha budilnik qo'yganman, o'sha chiqish kerak bo'lgan video o'sha odamga chiqishi kerak. Meni hayotimda nima bo'lyapti? Kasalmanmi, qanaqadir muammo bormi? U odam bu uchun menga pul to'lamayapti. Qanchalik darajada bunga amal qilishimni tushunishingiz uchun to'yim bo'layotgan kun to'yxonaga yetib borgandan keyin o'tirib, o'sha yerda videomni chiqarib yorib, keyin to'yimni davom ettirganman. Yoki kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, operatsiyamni o'tkazib turib, yarmim ishlamayotgan narkozda bo'lgan holatda, yarmim yoquv, miyam yoquv, demak, men o'sha narsamni qo'ysam bo'ladi degan eng maksimal qiyin sharoitlarda ham o'sha intizomim buzilmasligiga harakat qilib, o'zimda ham mana shu narsani qo'llab borishga harakat qilib kelyapman. Keyingi masala eshitishni bilish va shunga yarasha yechim bera olish. Ko'p atrofimizdagi odamlar bilan gaplashganimizda, u odamdagi holatni o'rganganimda va ko'p odamlarga yetishmaydigan muammolardan bittasi sifatida qo'rqmasdan ayta olaman, bu ikkinchi tomonni eshitmaslik. Ya'ni u odam klient bo'lishi mumkin, do'stimiz bo'lishi mumkin, tanishimiz bo'lishi mumkin. Hamma o'sha jarayonni o'zi gapirishga harakat qiladi. Sotuvlarning siri nimadaki, o'sha сделка yopilish siri nimadaki, bu ikkinchi tomonni eshita olish qobiliyatini shakllantirish. Ya'ni siz nimadir narsa sotmoqchi bo'lgan odamingiz bo'lsin yoki qaysidir xodimingiz bilan bo'layotgan muammo bo'lsin yoki qaysidir jarayonda yechim berish kerak bo'lgan qanaqadir holat, vaziyat va o'sha joyda siz faqat o'zingiz gapiradigan bo'lsangiz, o'zingizni pravligingizni isbotlaydigan bo'lsangiz, sizni sotayotgan mahsulotingiz yoki xizmatingiz zo'rligini o'sha odamga tushuntirishga harakat qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimolda o'sha joyda сделка ham bo'lmaydi, muammo ham yechilmaydi. Anu sizni oldingizga ish bilan kelgan odam ishi bitmasdan ketadigan holat bo'ladi. Qachonki biz eshitish skillini o'zimizda shakllantira olar ekanmiz, hamma joydagi ishlarimizga bu bevosita juda ham yaxshi ta'sir qilishini ko'zim bilan ko'rib, o'zim amalda qo'llab kelyapman. Bunga oddiy misol, men o'zim qaysidir klientim bilan ko'rishadigan bo'lsam, u odam bilan suhbatimiz 10 minglab dollarlar atrofida bo'ladi va o'sha сделка yopilishi kerak bo'ladi va xuddi shunaqa suhbatlardan men переговор qilayotgan mijozlarimdan o'rtacha ikkitadan bittasi bilan men переговорimni yopaman, ya'ni muvaffaqiyatli o'sha сделка yopilib amalga oshadi. Bunga o'zi ko'p faktorlar bor, lekin mana o'sha uchrashuvga chiqqandagi eng asosiy qiladigan va o'sha katta okalardan o'rgangan xislatlarimdan bittasi bu ikkinchi tomonni eshitish. Umumiy 1 soat suhbatlashadigan bo'lsa, o'sha suhbatdan taxminan 50 daqiqasini ikkinchi tomon gapirtirishga, u odamdagi bo'layotgan muammolarni eshitishga, nima xohlayotganlarini eshitishga harakat qilaman va 1 soatlik suhbat ichidagi 10 daqiqada o'zim u odamga nima yechimlar qilib bera olishimni va ulardagi bo'layotgan muammolarning yechimi qanaqaligini aytishim bilan o'sha сделка muvaffaqiyatli yopilishini men ko'zim bilan ko'rib, o'zim har doim mana shu narsaga amal qilib kelaman va qolgan katta odamlar bilan ham men yoshim kichkina, moliyaviy holatim ularnikidan ancha past bo'lgan taqdirda ham ular meni qanchalik diqqat bilan eshitishayotgani, ular yangi ma'lumot qabul qilishga qanchalik ochuvliligini ko'rib, bu hislat juda ham muhim ekan va har bitta muvaffaqiyatli odamni eng katta omillardan bittasi ekan deb bu narsani ham punktga kiritishimga sabablardan bittasi bo'ldi. Eng yaxshi tomoni buni ertaga yo chiqib sinab ko'rishingiz mumkin. Kimdir sizni oldingizga kelyapti,
tilingizdan nimadir chiqib ketayotgan bo'lsa ham, o'zingiz gapirgingiz kelib ketayotgan bo'lsa ham o'sha odamni eshitib ko'ring va xuddi shu narsani 10 kun amalga oshiring, o'zingiz hayotingizda bittada foydasini sezasiz. Keyingisi va eng asosiylaridan bittasi, hozir mana aytganimdek, hurmat, samimiylik, ikkinchi tomonni eshitish va ma'lumotga ochiqlik. Xayolingizga kelish uchun nimani aytishim mumkin? Aytaylik, mana Abror aka bilan 1 soat, 1,5 soat toqqa chiqdik. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketdik va meni eshitib ketyaptilar. Nima yangiliklar, nimalar qilyapsan, AIda nima o'zgarishlar bo'lyapti, shaxsiy brendda nima yangiliklar bo'lyapti degan narsani gaplashib meni eshitib ketyaptilar. Lekin ular mendan qanchalik tepada, ular mendan qanchalik katta muvaffaqiyatlarga erishgan, ular aylantirayotgan pullar qanchalik katta, lekin meni eshitib ketishyapti va hurmat qilishyapti va men o'zim ichindagilarni aytib berganim sari maza qilyapman va u odam bilan yaqinlashib ketyapman va ular ham o'zlariga ko'p insightlar olyaptilar. Yoki Jahongir aka bilan yaqinda zavtrak qildik, taxminan 2 soat atrofida gaplashib o'tirdik va suhbatimiz juda ham interaktiv o'tdi va meni hurmat qilib, fikrlarimga ijobiy munosabatlar bildirib, yangi narsalarni mendan o'rganib, eshitib, o'zaro samimiy, juda samimiy men bilan gaplashyaptilar. Lekin ular bilan o'rtamdagi tafovutni ko'radigan bo'lsa, yer bilan osmonchalik va men xuddi shunga o'xshab ko'p odamlar bilan gaplashganimda, katta darajadagi odamlar bilan gaplashganim, chetdan ko'rganda hozir bu odamga yaqinlashib bo'lmaydi, bu odamga hech narsani tushuntirib bo'lmaydi, aytib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi degan fikr kelishi mumkin. Lekin sal yaqinroq bo'lib, ular bilan gaplashganingizda bilasizki, juda ham samimiy odamlar va ikkinchi tomonning hurmatini joyiga qo'yadigan, juda oddiy odamlar bo'lib chiqishini, kibri yo'q odamlar bo'lib chiqishini men o'zimni hayotimda real misollar bilan ko'raman va xuddi shu narsaga o'zim ham qo'ldan kelgancha amal qilishga harakat qilaman. 5-si bu kimgadir nimadir isbotlashga harakat qilmaslik. Hattoki men haqiqatda muvaffaqiyatli odamlarni ko'rganimda o'zida bor narsani ko'rsatmaganim ham yaxshi bo'lardi. Mana shu narsani maqtanmaylik yoki o'sha narsani qo'ymaylik, keyin mana shu ovqatlanib o'tirganimizdan qo'ymaylik. Qolganlar ko'rib, misol qorni och odamlarga bu narsa noqulay bo'lmasin, shu narsani sotib olishga puli yo'q odamlarga shu noqulaylik tug'dirmasin yoki kerak bo'lsa xususiy samolyot sotib olishga ham puli yetadigan odamlar shunaqa pakupkalarga qiziqmasligi, qimmat soatga, oddiy hashamatga berilmasdan, birovga ko'z qilmasdan, boy ko'rinishga urinmasdan haqiqatda boy bo'lib yashayotgan odamlarni ko'rdim va bu birovga ko'z qilmasdan yashash kerakligini, nimadirga erishayotgan bo'lsangiz, u faqat o'zingiz uchun bo'lishi kerakligini, kimgadir nimadirni isbotlash uchun harakat qilish kerak emasligini men guvohi bo'ldim. 6-si va eng asosiylaridan bittasi, hamma odamda shu narsani ko'rdim va bu siz unga hech qanaqa muvaffaqiyatga bor bo'lmasa ekan, aniq bor bo'lmasa ekan degan o'ylab yetgan qarorim shuki, o'zi qilayotgan ishi sidqi dildan yaxshi ko'rib qilish. Va bu eng muhimlardan bittasi. Biz hozir o'zimiz qilayotgan ishni yaxshi ko'ra olmas ekanmiz, u ishdan o'zimizni maksimal olib qochishga, boshqa ish qilishga harakat qilishga, o'sha ish bilan shug'ullanayotganda yuragimiz orqaga tortadigan holat bo'lishiga olib keladi va bu ishda biz muvaffaqiyatga erisha olmaymiz, ya'ni yuqori darajalarga chiqa olmaymiz, chunki u ishni yomon ko'ramiz. Shaxsan o'zimda bo'lgan narsa, men TATUni bitirganman, u universitetga programmist bo'laman deb kirganman. Kompyuterlar sotib oldim, o'rganishga juda uzoq harakat qildim, lekin o'sha oxirgi 6-oylarda nima holat bo'lyapti? O'tirib kompyuterni shundoq ochib ishlayman desam, yuragim orqaga tortaveradigan o'sha holat. O'sha narsani qilmasligiga, voy yana mana shu kod, yana mana shu bug, yana mana shuni to'g'irlash kerak, yana mana shuni tuzatish kerak degan narsa hayolimga kelaveradigan, maksimal o'zimni olib qochkim kelaveradigan holatda men guvohi bo'lyapman va o'sha joyda meni o'ylaymanki, to'g'ri qaror qabul qilganman deb o'ylayman. O'sha sohadan chiqib ketganim, o'sha programmirованиеdan voz ketganim, qisman bilaman, qisman tushundim, lekin ishlayapman, maza qilmayman. Keyin sohamni o'zgartirdim. Birinchi o'sha dizaynga kirdim, marketingga kirib turib, keyin hozir shaxsiy brendga ixtisoslashib ketdik va men hozir o'zimni o'rnimni topganman, maza qilib ishlayapman va qilayotgan ishimni sidqi dildan qila olmayman va yillab mana shu narsani qilganimda ham charchamayman. Xuddi shunaqa videoga tushib yoki kimdirlarni videoga tushirib, kimgadir nimadir ma'lumotni berish men uchun qiyin emas, naborot, yoqimliligini men ko'zim bilan ko'ryapman. Xuddi shu narsani qolgan odamlarda ham ko'raman. O'zimni hayotimdan ayta olamanki, xuddi o'sha programmist bo'lib qolganimda katta ehtimol bilan men hozir o'zimni majburlab qaysidir ishda qanaqadir oyligi balki ishlab o'tirgan bo'lishim va majburan faqatgina pul topish uchun o'sha ishda qolgan bo'lish ehtimolligim juda ham baland bo'lgan bo'lardi. O'shaning uchun 6-qoida sidqi dildan ishingizni qilish. Shu bilan birgalikda o'zimiz yaxshi ko'radigan ishni topib, ajratib olish kerakligini tushundim. 7-si bo'lsa, bu mas'uliyatni zimmaga olish. Qanaqadir odam bo'ladi, ya'ni xodim bo'lib keladi, shogird bo'lib keladi yoki boshqa chiroq holatda bo'ladi. U odamga nimadir mas'uliyat
topshirib ko'riladi. Boshlanishi katta bo'lmaydi, kichkina qanaqadir mas'uliyat beriladi. Nimadir narsani A tochkadan B tochkaga olib borib berish. Muvaffaqiyatli olib borib berdi, ya'ni o'sha mahsulot, o'sha tovar yoki olib borib berilishi kerak bo'lgan narsa yetib bordi, o'sha vaqtida joyida. Ketdi, bitta galstuk qo'yiladi. Keyingi safarida o'sha kattaroq, ozgina kattaroq vazifa beriladi. Etyulu birinchisida shunchaki dastavka bo'lsa, ikkinchisida mashinani endi olib borib ber deyiladi. Yoki keyin uchinchisida qanaqadir kattaroq pul o'sha ishonib topshiriladi, mana shu narsani o'sha bajargin yoki qanaqadir katta ishxonadagi vazifa. Keyin mana shunaqa bo'lib u odamdagi planka oshib ketaveradi va u odamga ishonib topshiriladigan vazifalar oshadi. Va o'sha vazifalarni amalga oshirgandan keyin mas'uliyatni zimmasiga olayotgan odam o'zini plankasi oshadi va buni natijasida kattaroq ishlar qila olaman, mana shu vazifani bajara olaman, meni qo'limdan keladi deb turib o'sha qilayotgan ishini muvaffaqiyatli amalga oshirish koeffitsiyenti o'sha balandlashib ketadi va hech qaysi men tanimaymanki, hozirgi kunda katta natijaga erishgan odamlar orasida qaysidir narsaga mas'uliyatsiz qarab, o'ziga topshirilgan vazifani bajarmasdan yoki bo'radi, ketaveradi yoki boshqa qiladi. U bu deb turib, qanaqadir katta natijaga erishgan odamni tanimayman. Qanchalik ko'p mas'uliyatni, qanchalik ko'p riskni zimmamizga olishimiz bilan parallel ravishda bizani topadigan daromadimiz ham shunchalik oshib borishini men guvohi bo'ldim. 7 ta asosiy omillar nima? O'zi bulardan tashqari ham ko'p omillar bor o'zi aslida, lekin hammani birlashtirib turgan asosiy omillar nima deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda mehnatsevarlik, ikkinchi o'rinda intizom, uchinchi o'rinda eshitishni bilish va unga yechim bera olish, to'rtinchi o'rinda hurmat qilish va samimiy bo'lish, 5-o'rinda kimgadir nimadir isbotlash uchun harakat qilmaslik, 6-o'rinda o'zini ishini sidqi dildan qilish va 7-o'rinda mas'uliyatli bo'lish kerakligini tushundim. Endi buni o'rinlab aytish ozgina noto'g'ri bo'ldi. 1-ikkinchi, 3-chi deb turib aytsa to'g'riroq bo'ladi. Umumiy hammasidan ham tepada turadigan, hammasini birlashtirib turadigan yana bitta umumiy jihat bor, bu optimistik fikrlash, ya'ni optimist bo'lish. Hamma narsadan negativ ko'ravermaslik, hamma narsani yaxshilik tomonini ko'rish, qanaqadir boshimizga sinov kelganda, qanaqadir kutilmagan holat bo'lganda ham optimistik fikrlay olish. Bu ham yaxshiligi, bunda ham hikmat bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Hamma joydan xursand odamlarni topa olish, har qanaqa holatdan xursandchilikni ko'ra olish eng muhimlaridan bittasi deb o'ylayman. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosinglar va muvaffaqiyat yo'lida harakat qilayotgan yaqin insonlaringizga albatta bu videoni bo'lishib qo'ying.